İsmim Muhammad Shukur, Yangi Farg'ona gazetasi jurnalistiman. Birinchi taklif o'zi Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitboyevichdan bo'lgan. Mana shu bolani ovozi yaxshi shekilli bir ko'rmaysizlarmi degan. Boshida radioga endi jonli efirga chiqasizda, tanqidchi blogerni jonli efirga olib chiqib, bu jasorat kerak-da. Jasorat bo'lish kerak. Chunki endi tanqidchi blogerman-da men. Qandaydir bir noto'g'ri gap gapirib qo'yishim mumkin. Haligi jonli efirda. Buning uchun rahbariyat ata javob berish kerak. Radioda qanday loyihada chiqasiz? Radioda hozir ayni paytda Neftchi Plus o'zimizda Farg'onada viloyatimizda sevimli jamoasi, chempion jamoa Neftchi Plusni loyihasida olib chiqaman radioda. Demak, hozirgi faoliyatingizga qaytamiz endi. O'z suv ta'minot tizimida matbuot kotibi sifatida ishlashni eng murakkab va eng qiziqarli jihati nimada? Biz iste'molchilar bilan, ya'ni ichimlik suvi iste'molchilari bilan Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati oradagi masofani juda ham yaqinlashtirganmiz-da. Faoliyatingiz davomida sizni eng ko'p sinovdan o'tkazgan holat qaysi bo'lgan? Chigal vaziyat shunga o'xshash. O'sha yerda aholi ichimlik suvi bilan hammasi 100% ta'minlandi, muammo yo'q deyman. Orqasidan shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, bir aholi nazoratchisi qayerdadir, viloyatimizning qayeridadir iste'molchini aldab pulini olib ketib qoladi. Mana shu vaziyat chigallashtirib qo'yadi. Menga nisbatan men bugun nima deyapman-u, oradan 2 soat o'tib, meni tizimimda ishlaydigan bitta xodim mana bu yerda iste'molchini aldab pulini olib ketib qo'ygani, mana shu ozgina ranjitadi. Nechta murojaat tushgani, qancha murojaat hal qilingani bo'yicha qanday statistika bormi? Tasavvur qiling, yozgi kunida ko'p qavatli uylarda hojatxonasi ham ichida, hamma yo'q ichida suv bo'lmasa qanaqa holat bo'ladi. Shaxsan Farg'ona suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbari Murodjon Shokirovich mana shu muammoni yechdi-da. Ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlar va e'tirozlarni qanday qabul qilasiz? Yolg'on axborotlar ham ko'p. Endi aytmayman, hozir bitta Telegram, norasmiy Telegram kanali bor. Bizni yomon ko'radi. Faoliyatingiz davomida mana shu ishim bekorga emas ekan degan hissiyot uyg'otgan voqea bo'lganmi? Mana shuni oqibatida universitetda o'qidim, oliy ma'lumotli bo'ldim. Bugun suv ta'minotida mana shu 6 yillik faoliyatimda shijoat hammasini Xayrullo Hayitboyevichdan olaman-da. Har bir insonda o'zini kumiri bo'ladi-ku. Kimdir Messiga o'xshagisi keladi. San'atkorlarimiz kimdir Ozodbek Nazarbekovga o'xshagisi keladi. Yo masalan shoirlarimiz Abdulla Oripovga o'xshagisi keladi kimlardir, Men Xayrullo Hayitboyevichga o'xshagim keladi-da. Ana shu insondan shijoatni olaman. Ana shu insondan ko'p narsani o'rganaman-da. Shu sababli ham murojaatlarga bee'tibor bo'lmasligimiz, o'sha har bir qilinayotgan murojaatlarga mahkam yopishib olib, haligini oxirga yetib hal qilmagunimizcha bir tinmasligimizni aynan Xayrullo Hayitboyevichni o'sha ko'rib turib motivatsiya olaman shu insondan. Lekin baribir o'sha ish haqida gapirmadingiz. Masalan, shu ishni qildim, haqiqatda o'zim xursand bo'ldim. O'zim maza qildim deb. Yo'q, aytayman, masalan, men o'zimning ishimda endi. Hamma ishingiz. Men mana shu suv ta'minot hozir meni agar hokimlikda matbuot kotibi qilib qo'ying, u yerda ishlasam kerak. U yerda ishlasam kerak. Shu yerda ishingizda maza qilasiz, shu yerda ishingiz yoqadi. Madaniyat sohasida rejissyorman men. Rejissyorman. Meni bitta teatrga rejissyor qilib olib borib qo'ying, oliy ma'lumotli o'qigan rejissyorman. Teatrga, hop, Toshkentga, milliy teatrga olib borib qo'ying. Muqimiy teatrga olib borib qo'ying. Moskvaga olib borib qo'ying teatrga rejissyor qilib ishlayolmayman. Ishdan tashqarida Ahror O'tanboyev qanday inson? Bo'sh vaqtini nimalarga sarflaydi? Ishdan tashqari ham ishlayman. Ishdan tashqari ham ishlayman. Juda ham kam uxlayman. Kech uxlayman, erta turaman. Ozgina vaqtim qolsa, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik kuzatadi. Ijtimoiy tarmoqqa qandaydir bir qiziqroq bir kontent olib chiqishda harakatida bo'laman. Hayotingizda va faoliyatingizda hech qachon voz kechmaydigan prinsiplaringiz bormi? Albatta, voz kechmaydigan ko'p narsamiz bor. Juda ham ko'p narsadan voz kechdik. Qat'iylikdan voz kechmaymiz. Aytgan gapimizdan voz kechmaymiz. Meni ustimda yuqori turuvchi rahbarim bor-da. Agar to'g'ri yo'lda bo'lsam, meni rahbarimga qandaydir mana shu to'g'riligim qandaydir ziyon yetkazadigan bo'lsa, mana uni yig'ishtirib tur, menga gap tegish mumkin desa, mana shu narsadan voz kechmayman. Matbuot kotibi yoki jurnalist bo'lishni istayotgan yoshlarga qanday maslahatlar berasiz? Nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda axborot xizmati rahbarga advokatlik qilish kerak emas-da. Shaxsan men prinsipim o'zimni rahbarimga advokat emasman, advokatlik qilmayman. Ikkinchidan, o'sha matbuot kotibi fuqarolar bilan, xalq bilan ko'prik vazifasini. Ko'prik deganda endi
Kirgilini mosti emasda bu. Kirgilini mosti emas. Uzunta ko'prik kerak emasda, qisqa ko'prik. Iste'molchi qo'lini cho'zganda sizga yetib kelish kerak. Ahror O'tanboyev kim? Lavozim va unvonlardan tashqari o'zingizni qanday ta'riflaysiz? Ahror O'tanboyev yaxshi do'st, do'stlarga, oilada yaxshi ota, farzandlarimga yaxshi turmush o'rtoq bo'lsam kerak. Mana hozir xotinim ham ko'rib, yaxshisiz baribir desa kerak endi. Samimiylik baribir yaxshi-da. Samimiylik yaxshi. Bu oxirgi savolimiz edi. Endi hamkasblaringizga bayram tabriklaringiz bo'lsa. Aynan jurnalist do'stlarimizga, ommaviy axborot vositalari xodimlari, blogerlarimizga, barcha hamkasblarimni aynan kirib kelayotgan kasb bayramlari bilan chin yurakdan tabriklayman. Oson ish emas, mas'uliyatli, mashaqqatli, lekin faxrli. Hammalariga oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. Suhbat uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Shu o'rinda yana aytib o'tamanki, Yangi Farg'ona gazetasini albatta o'qishlarini so'rab qolaman, chunki yaxshi gazeta, biz o'zimiz ham o'qiymiz Yangi Farg'onani. Bu yerda aniq-taniq ma'lumotlar chiqadi. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat.